Assalomu alaykum hammaga. Bizga kommentariyalarda ko'p kelinayotgan savollardan bu bo'sh bola sindromining nasliy shakllari haqida gapirib o'tamiz. To'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bo'sh bola sindromining nasliy formalari to'g'risida. Endi bo'sh bola sindromiga keladigan bo'lsak, bu o'z nomi bilan bola tug'ilgandan keyin harakatlardan orqada qolishi, ya'ni qo'l oyoq harakatlari, bosh tutishlari, o'tirishlarini orqada qolishi, emgalashini orqada qolishi, yurishini orqada qolishi, bu hammasi yig'ilib bo'sh bola sindromiga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Endi bo'sh bola sindromini nasliy formalariga keladigan bo'lsak, albatta nasliy bo'lmagan formalari ham ko'p. Biz neyrogenetik klinikamiz bo'lganligi uchun, o'zimiz soha neyrogenetika bo'lganligi uchun ko'proq nasliy formalari haqida gapirib o'tamiz. Ya'ni nasliy formalardan juda ko'p uchraydigan turlari bor. Bu bo'sh bola sindromi bilan kechuvchi kasalliklar. Birinchi o'rinda biz doim aytamiz, yangi tug'ilgan chaqaloqni statusiga, ya'ni klinik holatiga e'tibor berish kerak. Bu yerda avvalo ota-ona e'tibor berish kerak. Mana bola 3 oylik, 4 oylik, 5 oylik ketyapti. Ko'p ota-ona juda kech muddatlarda olib keladi. Davolatgani yoki bo'lmasam vrachlarga ko'rsatgani bo'sh bola sindromi bilan. Shuning uchun biz tavsiya berib o'tamiz. Birinchi o'rinda bo'sh bola sindromini baholash uchun ota-ona bolani oyoq, qo'l, bo'yin, bosh tutish harakatlariga avvalo e'tibor berish kerak bo'ladi. Albatta bolani aqli haqida aytilmayapti. Ko'p ota-onada noto'g'ri tushuncha bor. Bola qaraydi, kuladi, oyoqlarini titratadi degan gaplar bo'ladi. Bu qarash, kulish, ya'ni nigohni shakllanishi, ota-onaga nisbatan qarashda, kulishda shakllanishi bu boshqa narsa. Harakatlardagi bo'shligi bu alohida narsa hisoblanadi. Bu nevrologiyada shunaqa tushuncha bor. Endi bo'sh bola sindromini siz uyda baholashingizni asosiy yo'nalishlardan biri bu bola 2 oylik, 3 oylikda o'zi boshini tutish kerak. Endi mana hozir rasmda ko'rsatib o'tamiz. Bolani yelkasidan ushlaganingizda, oyog'ini qo'yganingizda bemalol tirab tura olish kerak. Buni opora deydi. Xvatoательный reflekslar deydi, ya'ni qo'lidan ushlab ko'targaningizda bolani, bola boshi bilan ko'tarilishga harakat qilish kerak bo'ladi. Shu 2 oylik, 3 oylikda, 4 oylikda shaklladigan shu navikalarni orqada qolishi bo'sh bolaga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Endi bo'sh bola sindromini nasliy shakllariga keladigan bo'lsak, eng ko'p uchraydigan turlaridan bu nasliy shakllardan bu spinal mushak atrofiyalar. Endi hozirgi kunda davlat miqyosida bunday kasalliklarni ota-onasida ham aniqlash yo'lga qo'yilgan. Hozir bolada, nafaqat bolada DNK qildirib va ota-onasida ham, yangi turmush qurayotgan oilalarda ham shu nasliy kasallikni oldini olish bo'yicha analizlar hozir yo'lga qo'yilgan. Ya'ni spinal mushak atrofiyasi nima? Biz aytayotgan xuddi shu bosh tutolmaslik, oyoq qo'llarni tutolmaslik, harakatdan orqada qolishi bilan ketadi, lekin intellekt saqlangan holatda, ya'ni bolada aqliy, nutqiy muammo bo'lmaydi. 1 yoshli bola o'tira olmagan taqdirda ham bemalol ota-onasi bilan muloqot qila oladi. Ya'ni bitta asosan tana mushaklarini bo'shligi, tana suyak mushak harakat tizimini sustligi bilan ketadigan nasliy kasallik hisoblanadi. Bu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tganmiz. Yana bir nasliy kasalliklarimizdan bu eng ko'p uchraydigan turlaridan bu tug'ma struktur miopatiyalar yoki tug'ma miodistrofiyalar. Bular qo'pol nasliy kasalliklar turiga kirib, bularda aqliy nutqiy ba'zilarida orqada qoladi, ba'zilarida aqliy nutqiy intellekt saqlangan holatda tana mushaklari bo'sh bo'ladi. Ya'ni bularda hozirgi kunda 300-400 ga yaqin formalari bor. Ya'ni shakllari juda ko'p hisoblanadi. Bularning turlariga qarab turib, qarindosh bo'lgan nikohda, qarindosh bo'lmagan nikohda ham bu yuzaga kelaveradi. Bu nasliy kasalliklar. Ko'p vaziyatlarda bolada bo'sh bola sindromi bilan nasliy kasallik tasdiqlasak, biz qarindosh nikoh emasmiz-ku, bizni zotimizda yo'q-ku degan savollar ko'p bo'ladi. Ya'ni siz qarindosh bo'lmagan taqdiringizda ham sizni farzandingizda shunaqa miopatiyalar bilan, ya'ni mushak bo'shliklari bilan, tana harakatini orqada qolish bilan, ya'ni bo'sh bola sindromi bilan nasliy kasalliklar uchrashi mumkin bo'ladi.
hozirgi kunda eng dolzarb bo'layotgan yana bo'sh bola sindromi bilan kechuvchi sindromologik kasalliklarimiz bor, ya'ni sindrom Rassela Silvera, sindrom Wolf Hirschhorna, sindrom Pradera Villi. Bu sindromlarni sanashimiz albatta ota-onalar uchun murakkab hisoblanadi, lekin sizga eng elementar tushuncha bolangizni harakatdan orqada qolishini qay darajadaligini albatta nevrolog shifokor, pediatr shifokor va o'zingiz baholagan holatda kerakli mutaxassis, ya'ni nevrolog yo tor doiradagi mutaxassislar, neyrogenetik mutaxassislarga yo'naltirilgan holatda bularni tashxisini aniqlashtirish va davo rejalari, kelajakdagi farzand rejalarini tuzishimizda bu juda katta ahamiyat kasb etadi. Endi sindromologik kasalliklardan tashqari mana bizda eng ko'p uchraydigan, bizni zonamizda uchraydigan tug'ma gipotireoz kasalliklari. Tug'ma gipotireoz kasalliklarida ham bitta bolada agar vaqtida aniqlanmay qolsa, neonatal skriningdan o'tib ketib qolsa, ya'ni tekshirilmay qolib ketib qolsa, bolalarda bo'sh bola sindromi bilan kechuvchi tug'ma gipotireoz kasalliklarida ham xuddi shu muammo kuzatiladi. Ya'ni bola ham aqliy nutqiy, ham harakatdan orqada qolishi, qorinda shishi, dam bo'lishi, sariqlikni ketmasligi, terini quruqligi, bolani terlamasligi, ichini doimiy qotishi, shunaqa muammolar bilan birgalikda kechuvchi bo'sh bola sindromi bilan ketadi. Bunday holatlarda ham bizda ko'proq pediatrlar faqat ich qotishi bilan ko'proq shug'ullanadi, aqli, nutqi, harakatiga uncha e'tibor bermaydi. Shuni natijasida bizgacha to yetib kelguncha bemorni holati yomonlashishi, ya'ni davolash qiyinlashishi, ya'ni davo muolajalarini effekti deymiz, ya'ni ta'siri pasayishi kuzatilishi mumkin bo'ladi. Bu bo'sh bola sindromini qanday davolanadi? Ko'pchilikda savol bo'ladi. Xo'p, bo'sh bola sindromini gapirilyapti, buni qanday davolanadi? Har qanday bo'sh bola sindromini kelib chiqish sababi to'liq aniqlanadi, to'liq tashxis qo'yiladi. Ana undan keyin kasallikni turiga qarab davo muolajalari ketadi. Ba'zi bir kasalliklar turlarida bu juda ham oson. Ya'ni bir dona tabletka yo bir dona kasha yoki bir dona pitaniya yoki bo'lmasam o'sha parhez yoki boshqa o'zini ma'lum bir target terapiyasi yoki bo'lmasam simptomatik lecheniyasi yoki bo'lmasam reabilitatsion muolajalar orqali bularni ham oldini olsa, ham yomonlashuvini oldini olishi, ham davolashda amalga oshirish mumkin bo'ladi. Shuning uchun ko'p bemorlarimizdan keladigan savollarga qanday davolasa bo'ladi? Avvalo uni to'liq tashxisini qo'yaylik. Uni turlariga qarab turib davo muolajalari hammasida har xil ketadi. Eng asosiy davo muolajalaridan biri bu reabilitatsion muolajalar hisoblanadi. LFK, massaj, simyoterapiya, kineziterapiya, boshqa davolash muolajalari bilan bolani holatini yaxshilash, bolani yurgizishga, o'tirgizishga, boshini tutishga yordam berish muolajalari olib boriladi. Shuning uchun sizni farzandingizda yoki tanishingizda yoki yaqiningizda xuddi shunaqa muammo, ya'ni boshini kech tutishi, kech o'tirishi, kech gapirishi, ya'ni kech harakatlanishi, emgalashlaridan kech qolishi, yugurishdan kech qolishi, tez yiqilishi, yurganda tebranib yurishi, ya'ni o'rdaksimon yurish deymiz, yurganda tez qoqinishi, oyoq uchida yurolmaslik yo tovonida yurolmaslik yoki boshqa sabablarga bog'liq holatda bolada yurish, harakatda orqada qolishi, umumiy harakatlarni baholashda tengdoshlaridan orqada qolishi bu bo'sh bola sindromi bilan kechuvchi har qanday holat hisoblanadi va uni sizda shunday holatlar bo'layotgan bo'lsa bizda kommentariyalarda yozib qoldiring. Bizni kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.